holatga kelib qoldi. Ha, To'g'rimi? Ana holatda kelayotgancha. Mana keldi. Qancha kunda shu darajaga yetib keldingiz? Qarang, Menga bir hafta bo'ldi. Hoji tog'a, rostdan haqiqatmi mana shu? Sog'ligingiz tiklandimi? Xudoga shukr. Qanaqa holatga keldingiz hozir? Juda mana shu qo'lim ko'tarilmay qoldim oxiri. Mana shunday bo'lib, gajja bo'lib qoldim. Ilojim keyin shega boringlar deydi. Kamolga 5 kun bo'libdi-ya. Ha? Yaxshi. Oyoq juplangchi? Yo'q, hozir. Yo'q. Oyoq tagigan qizish qachon boshlangan? Bu anchadan qiziydi. Oyoq tagini o'zi. Ha, shu yug'ib ketarmikan dedim mana shamol. Unga ham yo'qolib ketadi. Mana ular charaga. Ha, ular yug'ib ketdi dedim. Mana bunaqa yug'ib chiqolmadi, mana bundan. Psoriazlar ham yo'qolib ketdi, Ha. qachdi-ya. Qo'shimcha mana psoriazlari ham bor edi. Endi u ham nerv tomonidan ancha bog'liqligi bor, shuning uchun psoriazlari ham xudo xolasa yaxshilanib ketdi. Mana bunaqa bor edi-da, to'xtuz qisib turardi bu. Bu o'zi yo'qolib, mana hozir yuvib chiqaverdim, qarab. Hozir yaxshi Chiqib ketdi. xudo xolasa. Bo'yinda protruziyalar bor edi, xudo xolasa mana 5 kun, 6 kunda xudo xolasa o'ziga kelib qoldi. Hoji tog'a, nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Bu qo'shimcha kasalliklarga ham davo bo'la oldimi? Ha, xudo xolasa. Bo'ldi.